23-ci sual. Şahadet kelimesi talep qilgan barliq ishlarning hech birini rad qilmasdan qabul qilishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuvende dixtanlarga Hafiz al-Hakami rahimahullah'ның İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asosları bobidan 23-ci savol. Shahodat kalimasi talab qilgan barliq ishlarning hech birini rad qilmasdan qabul qilishning Qur'on va hadisdagi dalillar qaysilar degan savolning javobini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da'uzu billahi minashshaytonirrojim. La ilahe illallah, ya'ni shahodat kalimasi talab qilgan barliq ishlarning hech birini rad qilmasdan qabul qilishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar? Javob: Allah subhanahu wa ta'ala uni qabul qilmagan kishi haqida Sura Saffat 22 oyatidan 37 oyatigacha mundaq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Tercümesi: Allah pəriştilərə eytidir. Zulüm qılğıçılarını, ularning müşriklikdiki, küfrdeki qayaşlarını və ularning Allah'ını qoyub çoqunğan butlarını mahşərgahqa toplanlar. Andın ularını Davzaqның yoluğa başlanlar. Ularını toq tutub turunlar. Çünki ular cimi sözleri və işleridən sual so'roq qılındı. Andın ularga nimişqa dünyadaki halatinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyildi. Belki ular bugun bo'ysung'uchilardir. Ular bir-biriga qarab munozirlashidi. Agashkuchilar agashturguchilarga: sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib bizni iymondan to'sitdinglar deydi. Agashturguchilar agashkuchilarga aytidi: sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mu'min bo'lmadinglar. Bizning sizlarni bizga agishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Belki sizlar bizga o'xshash ozg'on qavm edinglar. Rabbimizning bizni jazolash so'zi bizga tegishli bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha
azapni cho'qim tetig'uchimiz. Sizlarni biz ozdirdik. Chunki biz haqiqatan ozg'an edik. Ular, ya'ni agashtirguchilar bilan agashguchilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda o'rtaqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundoq qilamiz. Ya'ni agashtirguchilar bilan agashguchilarning hammasiga azob qilamiz. Ular haqiqatan mushundoq ediki, ularga bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'q denglar deyilsa, kalima tavhiddan takabburlik qilib bosh tortadi. Ular ilahlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni uning so'zi uchun tashlab etamdiq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Shak shubhisizki Alloh men bilan avatgan hidoyat va ilm zaminga tushgan yomg'irga o'xshaydi. Zaminning ichida bir qism mumbat yer bo'lib, u suvni qabul qiladi. Ondan nurg'un o'simlik va o't cho'plarni undirdi. Zaminning ichida qattiq yermi bor bo'lib, suvni singdirib o'tmay saqlaydi. Ondan Alloh u suv bilan kishilarni manfaatlantirdi. Kishilar suvni ichidi, ziroatlarini sug'urdi. Zaminning ichida yana bir qism sho'rliq yer bo'lib, u suvni tutib qola olmaydi. O'simliklarni undira olmaydi. Munbat yer Allohning dinida olim bo'lgan va Allah men bilan avatgan narsalardan foydalangan, o'rgangan va o'rgatgan kishining misolidir. Qattiq yer Allah men bilan avatgan ashu haqiqatni kishilarga yetkazgan, lekin o'zi amal qilmagan kishining misolidir. Sho'rliq yer men orqali avatilgan Allohning hidoyatini qabul qilmagan va uningga qarabmi qo'ymagan kishining misolidir. Birlikka kelgan hadis. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan 23-savol. Shahodat kalimasi talab qilgan barliq ishlarning hech birini rad qilmasdan qabul qilishning Qur'on va hadisdagi dalillar qaysilar savolining javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.